bir hoji akamiz bo'lardilar. 76-yil qahraton qish yanvar oyi ko'chada tizza barobar qor deydilar. Onamlar bilan sandalda o'tirib, yelkalarini silab o'tiribman. Bolam, labbay onajon, bozorlarda qulpinay bormikin deb so'rab qoldilar deydi. 76-yilni tasavvur qiling, ko'z oldingizga keltiring. Qayerda karzinka bor edi, qayerda supermarketda qulpinay bor edi, qani ayting? Ha bor onajon, yegiz kelyaptimi desam, bir 3-4 ta bo'lganda yerdim dedilar. Bor hozir olib kelaman deb shunda chiqib Moskvani samolyotiga o'tirib borib Moskvadan olib keldim deydilar. Yesalar 3 tami 4 ta yedilar. Shunaqangi duo qildilar, o'sha kundan boshlab dunyo ketimdan quvlaydigan bo'lib qoldi deydilar. Mana onani duosi. Onani duosi, otani duosi farzandni yillar davomida riyozat bilan, mashaqqat bilan, pul bilan, lavozim bilan yetolmaydigan martabasiga yetkazadigan duo birdan bir duo shu. Kalomi sharifda dedi Xudoyim, ota onang shunda rizoyim, ota onang rizo shunda rizoyim. Hayotda hamisha Rasuli akram, ota onalarni tutib mukarram bo'lsang sen agar jannat qasdida, jannat seni onangni oyog'i ostida. Oxir bu so'zni tagiga yetarsan, avvalo onangni rozi etarsan. Hech qachon o'xshamas ular do'stingga, hech qachon tiqishmas somon po'stimingga deyapti.